Assalomu alaykum. 5000 yildan buyon xalq tabobati orqali tabiblar insonlarni davolab kelar ekan, bugun ham xalq tabobati bizning sog'ligimiz uchun dolzarbdir. Chindan ham iqlimimizga, tabiatimizga mos ravishda davolash usullari samarali, bezarar va albatta arzonroqdir. Bugun ham xastaliklarga davo topish yo'lida xalq tabobatiga murojaat qilamiz. Mana shu xalq tabobatimizga biz tabiiy giyohlarimiz bilan davolab kelyapmiz bemorlarimizni. Mana ilon zaxirlarini ham yo'lga qo'ydik. Mana yaqinda kirgizdik, ilon zaxirlarini ham ishlatyapmiz. Hozir bemorlarimizda natijalari zo'r bo'lyapti. Xalq tabobati markazimizda turli xil davolash usullari bo'lib, gijalarni bir kunda tushirish, grijalarni davolash, tizza bel og'riqlari, prostata, varikositlar, jinsiy zaiflik, bepushtlik, erkaklar quvvatini oshirish, oq dog'larni yo'qotish, oshqozon, 12 barmoqli ichak va buyrak xastaliklarni davolash va shunga o'xshash boshqa turdagi kasalliklarni xalq tabobati markazimizda tabiiy yo'llar bilan, ya'ni asalari zahri, ilon zahri, tabiiy giyohlar bilan davolaymiz. Biz bilan bog'lanishingiz uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.